Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana oldingi suhbatimizda mana ochiq, yopiq suv havzalarida hozir mana kattalar, bolalar cho'milganda quloqqa suv kirsa nima bo'lgani to'g'risida aytdim. Kuzatuvchilar so'rayapti, burunga suv kirib ketganda nima bo'lishi mumkin deb. Mana shu ayniqsa bu yopiq suv havzalariga tegishli, chunki ularda xlor moddasi ishlatiladi. Go'da u ko'proq qo'shib yuborilishi mumkin suvga. U burunga kirgandan keyin allergiya holatini chaqiradi, burunda achishish, keyin bu suv burun yondosh bo'shliqlariga ham kirib ketishi mumkin va uzoq payt burunni qitig'lab, burun bitishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yopiq suv havzalarida cho'milayotganda unda iloji boricha burunni bekitib, burundan suv kirmaslik yo'llarini saqlashimiz kerak. Endi mana ochiq suv havzalarida ham ana shu suvni zararli holatiga bog'liq. Agar suv iflos bo'lsa, ko'p mikroorganizmlar bo'lsa, mana shu suvda cho'milgandan keyin lor a'zolarini ham o'tkir yallig'lanishlari bo'lishi mumkin. Mana shu burundan suv kirib ketish natijasida burunni o'tkir tumovi va burun yondosh bo'shliqlarini shamollashi, ya'ni gaymarit, frontit bo'lishi mumkin. Lekin ana shu suvni haroratiga ham bog'liq. Ko'pincha suvni harorati agar ancha past bo'lsa, bu shamollash kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun yoz paytida ochiq va yopiq suv havzalarida cho'milayotganda ana shu narsalarga ahamiyat berilsa, har holda inson o'zini saqlagan bo'lib, kamroq kasalliklarga duchor bo'ladi.